Mening ismim Ilnur, familiyam Xoliqulova. Yoshim 22da. Men Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilib o'sganman. Pastda bittasi tepada. Endi meni eshiting. Mana siz ham yaqin insonlaringiz bilan birga sayrlarga chiqingiz keladi, birga ovqatlanishlarga borgingiz keladi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun ular nimaga itaradi sizni o'zidan? Chunki siz ularga kayfiyat bermaysiz, ularga energiya bermaysiz, siz faqat bundoq qilib turasiz. Ularga ham agar siz shundoq qarab tursangiz, gapirsangiz, ular ham siz bilan maza qilib gaplashadi. Qarang, endi gapirish uchun ovoz kerak. Ovozimizni ochamiz. Qani, menga o'xshab o'tirib oling. Qani sevinch. Qarang, mana shu yerda bitta katta tosh bor deb tasavvur qiling. Siz bitta yo'lda ketyapsiz, tosh halol qilyapti. Uni yo'ldan olib tashlaymiz. Qarang, mana shu katta tosh va uni ko'tarasizda yuqoriga ko'tarib, "Hasanaman, men sendan qutulaman, ovozimni hamma eshitadi" deb uzoq otamiz. Qarang. Hoppa! 17 yillik umri dori-darmon, ukol, sanatoriya, lecheniyalar ichida o'tgan qiz sifatida shuni aytmoqchimanki, duduqlanishni yechimini dori-darmondan izlamang. Dilorom Faxriddinovna, siz mana shu darajagacha, ya'ni nutqimni chiroyli qilib, o'zimni fikrimni ifodali bayon qilib bera oladigan darajagacha olib chiqqaningiz uchun rahmat. Allohim sizni umringizni uzoq qilsin, farzandlaringizni rohatlarini ko'rib yuring. Mendagi yillar davomida qiynalib yurgan insonlarga yordam berishdan hech ham charchamang. Allohim sizga o'zi kuch va quvvat bersin. Sizni yaxshi ko'raman, ustoz, boringizga shukr.